好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第7单元的任务大盘点啊，第7单元的任务大盘点。首先，希望同学们都是已经做完了的状态啊，做完了的状态。好，我们来看一下第一个选词填空，选词填空。一起就是 billa。当我们一起做一起你晓得吗？然后呢是培训班啊，培训班是我们的这个kursa， 咱们的 kursa sınıf 那培训班的么水平seviye麻烦awar qilish qatarlı体会his qilish təsirat diyemende对话 diyalog 懂 tushunish tushunish 那作业 topşuruk 开办iciş diyemende。 那第一个我们来看一下今天的什么多的写不完。那写degan xatni ishlatgan vaqtimizda nima narsani she deymiz? Zoye. Miyadagi so'zlarning ichidan she zoye 是吧 bugungi topshiriqninki jiqliqida ishlab qo'yg'ili bo'lmaydi ekan she zoye。 ikkinchisi 他自己什么了一所学校 maktab 啊，他一所学校 u bir nima bir maktab。 那 u bir maktabda nima qildi？ 那在这个地方应该是qaysi so'z mos keladi？ 开办，那就是 u bir maktab ochdi。 u bir maktab ochdi。 Üçüncüsü 这个地方呢 3 boş o'rin beribdi-ku。 那3 boş o'rinni 其实bu cümleni okumasak我们也应该想到就是一起啊。那我们来看，我们是一起长大一起玩大的，现在又一起上大学。 Biz birga cho'ng bo'lib birga o'sha o'ynab ana keyin hozir yana birga oliy maktabda o'qiyapmiz debdi va 一起。 第四个呢，我们俩之间的什么别让别人知道了。 ikkimizningki o'rtamizdagi bir narsani boshqalar bilib qolmasin。 那 bizningki o'rtamizdagi miyaga nima kelsa bo'ladi? 对话。 ikkimiz boyam deyishgan gaplarni boshqalar bilib qolmasin。 Andin 我你的意思了。 Men sizningki maqsadingizni sizningki mushu demoqchi bo'lgan degan gapingizning ma'nosini хорошо sizning o'ylaгаningizni 都可以啊。 全degan qaysi kelimiz? 懂，我懂你的意思了啊，我懂你的意思了。 第六个，我的普通话不好，所以我来上。 那我的普通话不好， yaxshi bo'lmagandan keyin nima ish qilaman? Kursida o'qiyman。 我来上培训班了，所以我来上培训班了。 第7个，自己的事情自己做。 o'zimizningki ishni o'zimiz qilamiz。 不要总是什么人家麻烦。 o'zimizning ishni o'zimiz qilaylik， hamisha boshqalarni avar qilmaylik。 不要总是麻烦人家。 你说的这件事情我也经历过，我可是深有총고르님이 이게 패스라트가 이게 深有体会啊，深有体会。 第9个，你这个什么也就跟幼儿园的小朋友差不多。 Sizningki bu bir narsangiz bolalar bog'chasida o'qiyotgan kichik saboqdoshlar bilan o'xshashgan. Nimasidir saviyasi。 你这个水平啊，你这个水平也就跟幼儿园的小朋友差不多了。那现在就只剩下这个水平了，是吧？差不多。那会了吧？你做对了吗？跟老师一起再来读一下啊。今天的作业多的写不完，今天的作业
多的写不完。他自己开办了一所学校，我们是一起长大，一起玩大的，现在又一起上大学。我们是一起长大，一起玩大的，现在又一起上大学。我们俩之间的对话，别让别人知道了。我懂你的意思了。我的普通话不好，所以我来上培训班了。自己的事情自己做，不要总是麻烦人家。你说的这件事情我也经历过，我可是深有体会。你这个水平也就跟幼儿园的小朋友差不多。第二题，连词成句清楚，大家听了吗？那就是 көпчілік 이는 аңладыңlar 무？ 大家听清楚了吗？第二个，我最困难的时候，在我老师帮助我。那就是我的老师的时候的在不里给，那我老师的脸。我老师在我们里面就老师了的在不的，那미는 muallimim demek muallim desek lan bu degan. Muallim nima bo'ldi? Men shu eng qiyinchilikqa uchragan vaqtimda menga yordam qildi degan gapga. 那就是老师在我最困难的时候帮助了我。老师在我最困难的时候帮助了我。老师在我最困难的时候帮助了我。第三个，玩，考完试一天一定后我要好好。那就是imtamdan keyin men cho'qim rosa bir kun o'ynamasam， 那应该是考完试后我一定要好好玩一天考完试后我一定要好好玩一天。考完试后我一定要好好玩一天。第四个，都我听没听过，连别说是看过。那就是men yılgı görüşken anlapma bakmagan demek ekan go. 连都 hatta mu hatta anlapma bakmagan， 那就是别说是看过，然后呢，我连听都没听过。别说是看过，我连听都没听过。别说是看过，我连听都没听过。第五个，今晚我就不去了聚会。那бүгін кешке жиғылышқа мен бармай болды。今晚的聚会我就不去了。今晚的聚会我就不去了。好，这是第二题啊。那第三题，替换练习。我们来看一下，怪不得他没开车，原来是
车坏了。那这个地方我们要学习的是这个怪不得原来mundaq bo'lishi ajablanarli emas ekan aslida munda bo'pti ekan怪不得原来啊。那我们来看一下，怪不得他没上课。uninki darsiga kelmaganligi ajablanarli emas ekan原来是生病了aslida og'rib qolibdi ekan。怪不得他没上班uninki xizmat qilganligini ajablanarli emas ekan原来是辞职了aslida u istifa beribdi ekan。好，第二个，小的时候我经常生病。那什么什么的时候munda vaqtida munda vaqtida什么什么的时候kichik vaqtimda men doim og'rib qoldim deb dumiyada kichik vaqtimda men doim og'rib qoldim。然后呢后面的我们来看第一个，看书的时候我经常犯困。kitob ko'rgan vaqtimda doim uyqum kelib ketadi。看书的时候我经常犯困。第二个，暑假的时候yazliq ta'til vaqtida我经常见他doim uni bilan ko'rishaman。暑假的时候我经常见他。然后呢，锻炼的时候chiniqqan vaqtimda锻炼的时候我经常听音乐men doim musiqa anglayman。锻炼的时候我经常听音乐。第三个，我们经常一起散步，一起聊天，还一起学习。那这个就是刚才那个一起。biz doim birga mundaq qilamiz, birga undaq qilamiz, birga yana bir nima qilamiz。那在这里 biz doim birga mangamiz, birga paranglashimiz, yana birga o'rganish qilamiz。那么我们再看啊，我们经常一起 biz doim 一起工作，一起开会，一起出差。birga xizmat qilamiz, yig'in ochamiz,第二个呢，我们经常一起上课，一起自习，一起讨论，然后呢，我们经常一起吃饭，一起逛街，还一起旅游，然后第四个呢，因为他没来chunki u kelmadi，于是我们就走了。shuning bilan biz ketib qoldik。那因为他没吃饭u tamoq yemabdi ekan，于是我们就去餐馆了。那 biz oshxonaga bordik。因为他生病了u og'rib qolibdi，于是我们就去看望他了。biz uni yo'qlab keldik。因为他不在u yo'qdi，于是我们就回家了。uyga qaytib ketdik。第五个，别说是下雨，就是下雪，我也要去。mani ilig'u mundaqkan onda bo'lsin munda qilman。那ilig'u yomg'ir yig'ibdi qor yog'sinmi borman。别说是一天，就是一个月，我也要等。ilig'u bir kunkan bir oy bo'lsinmi saqlayman。别说是感冒，就是发烧，我也要坚持。ilig'u zukankan qizib qolgan taqdirdami yana bardashlik beraman debdi。好，这个会了吗？你做对了吗？那接下来我们来看一下我们的第四个，完成对话完成对话。阿里木说，姐，我在国家通用语言培训班学习，普通话水平提高了不少呢。然后呢，阿祖古丽说什么呢？培训班的课程授课老师后面是一个问号。那培训班的课程非常适合零基础的学生，授课老师也都很优秀，能耐心的讲解的。那么在这里他问的是什么呀？课程和授课老师。那我们就可以说，培训班的课程都有哪些，或者培训班的课程适合哪些人？授课老师讲的怎么样？授课老师
讲的怎么样？desak buludu。然后培训班的课程非常适合零基础的学生。优秀，能耐心的讲解，怪不得你最近普通话进步大，那就怎么说呢？怪不得你最近普通话进步这么大，怪不得你最近普通话说的这么好，或者是进步这么大，都可以啊。我都想去上培训班了，然后阿里木说条件参加夜校。那么这个地方，比如说啊，村里不是给你们提供了条件，你们可以去参加夜校吗？也可以这么说啊。那或者说你可以在国家通用语言必须怎么？我今天就报名参加培训班。好，那么在这个地方，那阿里木就可以说，就像刚才说的，村里不是给你们提供了条件，这个可以参加夜校吗？你去参加夜校培训吧，你去参加夜校培训吧。然后阿兹古丽说，国家通用语言文字必须要学好。我今天就报名参加培训班。太好了，姐，这样我们可以什么？还可以什么？这个去上课去练对话的多，一起那些不多，这样我们可以一起去上课，还可以一起练对话啊！一起练对话。那阿兹古丽说什么呀？走吧，我们去报名。我们去报名。好，完了。第5题，听力，听了吗？不知道同学们听力到底怎么样啊？就是希望同学们能够多多的练习。那现在呢，我们一起来看一下。一共是4个对话啊，一共是4段对话。你最近怎么了？是不是有什么事？都好几天没见你露过笑脸了。家里的事让我伤透了脑筋。爸爸住院了，我一边上班一边得照顾爸爸。有点吃不消了。从对话中我们可以知道什么 ？A. 男的脑子受伤了。B. 男的工作不顺心。C. 男的很担心。D. 男的很累。应该是哪一个呀？hem dadısının aldığın haber edip hem o nimulab hem ilaqi hizmet qilib，他说我有点吃不消了，3点买好了，那应该是怎么样？男的累了啊，累了。好，第二个，好长时间没看见你了，你最近工作怎么样？Uzun bo'ldi sizni ko'rmaganga. Yaqin xizmatingiz qanday? 别提了，最近因为公司销售不太好，uni demayli这个u gapni qilmang bo'ldi或者demayli qo'ying. Yaqin shirkatimizniki mushu setish ahvoli yaxshi emas, 整个公司气氛都很紧张. Butun shirkatniki mushu muhitini bir xil jiddiychilikda. 男的是什么意思的 ？A. 工作比较忙。B. 脾气不太好。C. 压力大。D. 不想继续做。应该是怎么样啊？压力大哦。Bizim 第3个，你知道吗？原来阿里木是个厨师。Siz bilamsiz, olim aslida bir oshpazkan。是吗？怪不得他做的饭那么好吃。Oshtama Ununki tamoqni shundoq o'qitadiganligi ajablanarli emas ekanda, shunga chiqqanda asli.
那女的是什么意思呀？那就是你们үшін алымның тамағы оқшайдығанлығын білді，对吧？第三个，阿里木做的饭很奇怪。B， 阿里木做的饭很好吃。C， 知道阿里木做饭好吃的原因了。哎，怪不得degan sababini bilgan bo'lamiz。肯定是 C 答案啊 ，C 答案。第四个，我准备去报普通话培训班了。哎，们普通话mush kursga qatnashmoqchi。好好的去什么培训班啊？孩子谁看？哎，bir o'tdan turib u培训kursiga berib demiş qilsa, balığı kim qaraydi？孩子不是有你吗？balığı sen boqu。们普通话öğrenme，工作上遇到了很多困难啊！我要学普通话，工作上遇到了好多困难。nurg'un qiyinchilikqa yo'liqdim。xizmat jihatda不学不行了。öğrenmesem bo'lmadi。女的是什么意思 ？A 要看孩子，balığı qarayma。B 必须去培训班。那就是说我不报不行了，那就是必须去的意思。答案应该是B 啊，答案应该是 B。第六个，情景绘画，问一问你朋友的学习情况，并鼓励一下他。哎，do'stingizdagi o'g'inish ahvolini so'rab beqin, hamda unga bir rag'bat qiling deydi, rag'batlantiring deydi。那么这个同学们就互相自己呢做一下对话，好吗？然后第7题我们来看一下，一口咬掉牛尾巴。哎，嘛牛ning quyrug'ini一口bir ig'iz bir tishlab yo'q qilish。那应该是哪个字呀？那牛ning牛degan xatning quyrug'i meni yeyib一口。哎，那就应该是告诉的个告degan xatda usti牛ning yerimi osti口degan quyrug'ini yeyibdi。下面呢，他去也怎把心儿放？那他去也，他去也，他degan xatning也是呢ilibet deydi。也degan xati ketibdi。那单人旁qoldi degan gap bu。怎把心儿放？怎degan xat心yuragini qo'yib o'tibdi。那ustidagi u炸qoldi。那bu单人旁bilan炸shikisi bilan egasi qaysi xat bo'ladi？作业的作degan xat。那就是最后这第二个字应该是作业的作啊，作业的作。好，这一部分完了，那练习应该没有什么问题了吧？啊，同学们。那接下来我们来看一下我们今天的文化小贴士啊，今天的文化小贴士，闻鸡起舞，闻鸡起舞。闻鸡起舞。Baş to'xoda turib mashq qilmoq。祖逖和刘琨都是晋代著名的将领。Zudi bilan Lyokun jin sulolasining mashhur sang'uni。年轻时两人就志同道合，感情深厚，不仅常常同床而卧，而且还有共同的理想，就是为国家出力，干出一番事业。Yosh vaqtida ularning niyat maqsadlari birdek bo'lib, mehr muhabbati nihoyatda chunqur edi. Ular doim birga yetib qopibla qolmasdan o'rtaq orzusi davlat uchun kuch chiqarib biror ahamiyatli ish qilish edi。有一天半夜，祖逖在睡梦中听到公鸡的鸣叫声，他把刘琨叫醒，对他说：“你听见鸡叫了吗？”刘琨说：“半夜听见鸡叫不吉利。”祖逖说：“我偏不这样想，咱们干脆以后听见鸡叫就起床练剑如何？”刘琨欣然同意。Bir kuni yarim kechada Zodi uyquliqda xo'rozning chillagan ovozini anglab qoldi-da, Lyokunni uyg'otib, "Xo'rozning chillig'ini angladingmi?" deydi. Lyokun, "Yarim kechada xo'rozning chillig'ini anglash yaxshilikdan derak bermaydi", deydi. Zodi, "Men undaq deb qaramayman. Ikkimiz bundan keyin xo'rozning chillashi bilan tang o'rnimizdan turib, qilichvozlik mashqi qilsak qandoq?" deydi. Lyokun xushallik bilan ma'qul bo'ladi.
于是他们每天鸡叫后就起床练剑，春去冬来，寒来暑往，从不间断。 Şunun bilan ular har kuni xo'roz chillashi bilan tang o'rnidan turib qilichvozlikni mashq qiladi. Yoz ketib, qish keladi. Ular qilichvozlik mashq qilishni izchil davomlashtirdi. 功夫不负有心人，经过长期的刻苦学习和训练，他们终于成为能文能武的全才，既能写得一手好文章，又能带兵打胜仗。 Ko'ngil qo'ygan odamga qiyin ish yo'q olamda deganga o'xshash uzoq mazgil jafoliq o'rganib va mashq qilib, ular oxiri alamdimi, qalamdimi yetishib chiqib, ham yaxshi asarlarni yoza oladigan, ham qo'shin boshlab jangda g'alaba qila oladiganlardan bo'ladi. 闻鸡起舞告诉我们，只有不断努力，才能获得成功。 Bosh to'qoda turib mashq qilmoq degan bu hikoya bizga faqat izchil tirishqandala ondan utuq qozong'ili bo'ladiganligini bildiradi. 好，亲爱的同学们，今天我们的课呢就上到这里啦。今天的内容都学会了吗？今天的作业是预习第8单元，好吗？先从这个第8单元的生词开始啊。那我们下一期再见。